Bolani vasiylikka yoki homiylikka olmoqchimisiz? Buning uchun hududingizdagi inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki mahallangizdagi kompleks xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodimga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, my.ixma.uz yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimiga yoki my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga ariza taqdim etgan holda bolani vasiylik yoki homiylikka olsangiz bo'ladi. Hozir sizga my.gov.uz yagona portaliga kirib, bolani vasiylikka, homiylikka yoki tarbiyaga olish uchun ariza berish tartibini tushuntiramiz. Buning uchun dastlab my.gov.uz yagona portaliga ro'yxatdan o'tgan shaklda kirasiz hamda qidiruv satriga bolani vasiylikka, homiylikka olish deb yozasiz. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosasiz. So'ngra arizaning turini tanlab, kerakli ma'lumotlarni so'ralgan shaklda kiritishingiz zarur. Yashab turgan hududingiz, telefon raqamingiz, hozirda yashab turgan manzilingizni kiritasiz. Sizdan sil kasalligiga qarshi kurashish dispanseridan olingan ma'lumotnoma, shuningdek teri tanosil dispanseridan olingan ma'lumotnoma va turar joyga bo'lgan mulk huquqini yoki turar joydan foydalanish huquqini tasdiqlovchi ma'lumotlar fayl shaklida so'raladi. Yuklab bo'lgach, keyingi bosqichga o'tasiz. Ushbu belgilangan hududga bolaning shaxsiy ma'lumotlari aniq kiritilsa, qolgan ma'lumotlar avtomat yuklanadi va bolaning yashash hududi kiritiladi. Barcha ma'lumotlar so'ralgan tartibda kiritilgach, yuborish tugmasini bosasiz. Bu oxirgi qadam bo'lib, shundan so'ng inson ijtimoiy xizmatlar markazining mas'ul mutaxassislari siz bilan bog'lanadi. O'z ixtiyoringiz bilan bolaga qonuniy vakil bo'lish majburiyatini qabul qilishga tayyor bo'lsangiz, sudlanmagan bo'lishingiz, sil kasalligiga qarshi kurashish dispanserida, teri tanosil dispanserida, narkologiya dispanserida, ruhiy kasalliklar bo'yicha dispanserlarda ro'yxatda turmasligingiz lozim.